أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد bugünkü o'qiydigan mazmun kitobimizningki 4-faslisi fi tanjimil Qur'on. Qur'oni Karimninki parça holatda tushishi haqida bo'ladi. Ya'ni biz darsimizni boshlashdan oldida kitobimizni parchalab bir tushunib olg'ay, kitobimiz oldi bilan cho'ng jihatdan ikki qism bo'ladi. Birinchi qism Al-Qur'on va ulumuhu, ikkinchi qism tafsir haqida. Birinchi qism bir necha bob bo'lingan, uning fasllarni bo'lgan va hammasi ilgirki darslarda so'zlanib, parchalanib o'tib ketgan. Shuning qatoridan al-faslur rabi', 4-fasli fi tanjimil Qur'on. Bugungi dars savoqdoshlar faqat sardiy shaklda bilib olsak bo'ladigan darslar. Ya'ni bir savol, masalan, mayli Rasulullohning davridagi dushmanlar tarafidan qo'yilsin va Qur'on unga javob bergan bo'lsin, yoki bugungi kundagi dushmanlar tarafidan qo'yilish ehtimoli olsun va biz unga tayyorlik qilaylik, bir savol. Faqat shu savolga berilgan nima javob shaklida Qur'onning ma'lum bir manhajiyatini tushdiki bayon qilish boshqa alohida bir qoida va boshqa taraflar yo'q. Shunga bugungi dars biroz tezroq bo'ladi va tarjima asosida bo'ladi, chunki cho'ng masala yo'q. Darsxonadagi Abu Abdullah degan savoqdoshimiz sizlar burun qaysi ism bilan kirgan, yaqinning haqida Abu Abdullah degan ism bilan kirdilar. Ya'ni demak jo'g'unim burun normal kirayotgan ismdan ma'sumga o'zgartirdimi yoki sinab qo'shnilar qatnashib kiryaptimi? Shu haqida bir bizga ma'lumot bersizlar. Biz darsni davom qilaverdik. Fi tanjimil Qur'on, ya'ni Qur'oni Karimni parcha tushirish haqida deb mavzu qo'ydik. Bu mavzudagi tanjim degan so'zni men sizlarga tushuntirishda parcha tushirish deb tushuntirdim hozir normalda. Asli ma'nosidan bo'ladi bu haqda Abdurdovatda ma'na tanjim. Tanjimninki ma'nosi bo'lsa, lug'atda tanjim tafriq, ya'ni parcha ayirib tushirish degan ma'noda. Deyiladi najjamal mala tanjiman. Masalan, bir odam to'laydigan puli va öteydigan bir qarz bo'lib qolsa, shu qarzni iza addahu nujuman, parcha hozir Turkiyada taksit deb qo'ydi-ya, parchalab har oyga manch puldan to'laydigan ishni najjama tanjim pilisi bilan qanday qiladi ifodalaydi. Endi shu ma'nodan chiqqan vaqtimizda tanjimul Qur'on degan ay nuzuluhu mufarraqan ala daf'at. Qur'oni Karimninki necha qatimlab ala daf'a degan gap necha qatimlab parcha holatda qanday qilishi, tushishi degan ma'noda bo'ladi. Endi Qur'onning tanjim muddati, ya'ni parchalangan bir shaklda tushish muddatiga kelsak, nazalal Qur'onul Karim munajjaman fi muddati 23 sana. Yani Qur'oni Karim 23 yil muddatda parcha holatda tushdi. Abdullah Xizr buni o'lchab, ya'ni 22 yil, 2 oy, 20 kun deb o'lchidi. Qaddaraha bi degani manda son bilan o'lchidi. Ya'ni Qur'onninki Ramazonning boshlanishini Ramazonning 17da, oxirlashishi Hijratning 10-yili Zulhijjaning 9da deb e'tibor qilib turib 22 yil qancha oy? 2 oy, 22 kun deb mana hisobladi. Ammo ustoz Xizrga ustoz Urqani nayiti nazuk manahil irfanda bir raddiyani qaytadi. Dediki, lakin hada tahqiq, biroq yuqorida deyilgan tahqiq la yazalu fi haja ila tahqiqat 3. Yani undan boshqa 3 tahqiqlashga ehtiyoji va ilham degan shaklda
Reddiye qaytırıp ahırısında mezmullaha kömekçi olsanlar aslında ihalede birilgen menbeden qaganını kurvasanlar. Bunu da her halda bunu da anca munca nazik bir şekilde xitlaplar bolsun asasen 23 yıl etrafında dep ölçülesek buludu. Hicriye hisavatı, miladiye hisavatı degan şekilde biraz farklı oludu aldı keyin ama şu 23 yıl desek hatalaşmagan buluruz. Endi her kıtımda, her parçada düşken Kur'an'ın miqdarıga kelsek ve kânet kemmiyetul ayetlerinin miqdarı tetefavatu fin nuzul düşüşte farklılık bulatdı deydi. Fe ahyanen bazda bir ayet Kur'an'dan Peygamber Aleyhisselam'a düşetti ve ahyanen bazda yarım ayet, bazı ayet diyen yarım ayet, bir kısım ayet düşetti. Huddi gayri ulu dararga okşaş. Çünkü haythumiyet çünkü bu ayet desepte yalnız bir şekilde la yestevil qaidune minel mu'minine dep gayri ulu darar yok vel mucahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve anfusihim dep düşken. Kin ayet çıkıp boğandın kin gayri ulu darar qana qılgan ayrım düşken. Bunda ahval var. Ondan başka Allah Subhanahu ve Taala'nın tüendüksüzlüğü okşaydı bu ahval. Ve in khiftum aileten fesevfe yugnikumullahu min fadli in şa'a innallaha alimun hakim diyen ma ayette innemel müşrikune necesun fela yakrabul mescidel haram ba'de amihim hâzâ diyen ma ayetin kin düşken. Demek bazı bir ayet düşse, bazı hatta bir ayetin 23'lük ya bir düşken ahvallamı ba. Ve bazı da Resulullah'a 2 ayet, 5 ayet, 10 ayet etrafında qana qılgan düşken fakat nazara fi mevdu'il ifki. Mesela fakat ki mesela ifki Timis'ta Ayşe radıyallahu anha töhmet çalış meselesinde 10 ayet cümlete vahide bıraklam Sure Nur'un 15'inde qana qılgan düşken. Ama kelgen malumatlarga göre 10'dan artıq ayet bıraklam düşken ahval asasen yok diyerlik. İmam Suyuti itqanda şunu tilgaladı, yani bıraklam düşken surelerin qatarıdan Sur Fatiha, Kevser, Tebbet, Lem Yekun, An-Nasr, Muavazatan, Mursalat, muş qatarlıqla bıraklam düşken ayetlerde bunun bir kısım tefsilatları var. Eğer çoğunqurulap malumat qilishmoqchi olsan, yana şu 5. ihalede berilgen menbege qarasanlar bo'ladi. Her halde sizlik kallanlar şu noktunu tutup ölenler. Düşken ayetlerninki miqdari şu yarım ayetten 10 ayetgacha. Hazırki biz kelgan malumat. Şu etrafta 2 ayet, 3 ayet, 4 ayet, bazıda 5 ayet, bazıda 10 ayet ma şekilde qana qılgan düşken. Endi müşrikler şu Kur'an-ı Kerim'ninki tarqaq parça halat düşüşüge nispeten tutgan pozisiyasi qanda mavqiful müşrikide menet tencim dese Kâne tencimul Kur'an-ı Kerim'nin parça halat düşüşü müşrikler tarafından etiraz qıladigan, etiraz qozuladigan bir iş bolgan. Yani müşriklerning sadalaqı jinini siqib qo'ygan bu iş. Bularning achchig'ini keltirib qo'ygan nima uchun? Chunki bularning maqsadi masala biraqlam o'tirg'i qo'yalsa, biraqlam bitirsak deb o'ylaydi. Biraqlam yo'qotsak, biraqlam hal qilsak deb o'ylaydi. Ammo Qur'on qanday qiladi? Har masalaga o'z vaqtida javob beradi. Her ishni o'z vaqtida hal qiladi. Bugun bir narsani ko'tarib chiqsam müşriklar, aytsa uni Qur'on bitirib qilgan. Ma şekilde doğan gün bulanın biraz cinin sıkıldı bu yerde şu. Vaqad zekere zalikel Kur'anul Kerim. Aşı ne? Kur'an-ı Kerim tilga aldı ve bu hakta cevap verip dedi ki ve qalellezine keferu. Kuparla deydi o. Levla nuzile aleyhil Kur'an cümlete vahid. Demiş ki Kur'an Muhammed'ke sallallahu aleyhi ve sellem bıraklam düşmeydi. Deyişi o. Kezalike şunundaki linusabbite bihi fuadek ve rattalnahu tertile. Kalbini mustahkem qilish uchun. Musha kelgan vaqtda men sizlarga bir misol olay. Valillahil masalul a'la. Men bir xizmatchini insonlar o'rtasidagi misoldan olamizda bir yerga avatmoqchi, avatdim deyli. Avatishning oldida o xizmatchiga, "Emis siz u yerda 1 yil tursiz, 1 yilning ichida xalaydigan pulingiz ma'u, qiladigan xizmatingiz ma'u." Meni belgilab turib, avatdim, 1 yilgacha izdabmi qo'ymadim. Taşıvatdım hesaptan 1 yılgacha. Bu adamninki xizmeti ve bu adamning ruhiy kayfiyati ko'tarangi bulamdi. Yoki agar men o adamni avatdim, kunlab tilfulishib turmiz,
ahvol so'rab turma, haftalab yo'laqqan masalalarini barabar qana qilamiz, maslahat qilamiz, uchragan qiyinchiliklarni barabar hal qilamiz. Ma shaklda o'ssa, uning xizmati biroz unumlik va uning ichki kayfiyati ko'tarangi ruh mana turamdi. Tabiiyki ikkinchisi, chunki u o'zining keynida yoki bunga munosabatlik bir odamning borligini, davomli bu narsalarga ko'ngil bildirganligini, qiyinchilikqa uchrasa, u orqali hal qila oladiganligiga bo'lgan bir ishonch bilan turadi. İnsanlar o'tirisidagi masala bu. Oyatda masalan ilgari kitoblarga o'xshash shu beriblam 40 kun, 30 kun turib bir yerda bir kitobni qo'ltiqlablam kelgandan har uchragan masalalarda qarasi Jibril keyindan kelayotgan, qarasi Jibril oyatlarni tushirayotgan, qarasi Jibril uchragan qiyinchiliklarni hal qilish choralarini o'tirib qo'yayotgan. Buning da linusabbita bihi fuadak degan oyatning mazmuni texmi jonliq bir shaklda ifodalanadi. Rasulullahga matarabdan qattiq aziyat kelib kelsa, Jibril qarab turgan bir xil qanday bo'ladi, yurak tomshiydigan gap. Bir masalalar yuz berdi hal qilmoq nihoyat qiyin, oyat tushayotgan. Bu bir xil odamga yurak bo'ladi. Bir xil to'qul odamlarning ko'ngli. Letma inna qalbi deganda Ibrohim alayhisalom qalb nihoyat to'q, Xudoyim bor, Robbim bor deydigan. Tabiiyki hammadan Robbim bor deymiz, ammo letma inna robbi. Men buni qanday ifodalashni tam uqmadim hozir. Ibrohim alayhisalom degandek bir xil qalb to'q turadigan gap hamdi. Ma'ning favqulodda foydasi bor. Qur'on mushni o'tirib qo'yibdi. Wa min al-mufid an nanqula ta'liq Abi Sham ala al-aya. Abi Shamning yuqorqi oyatga bergan ilovasi, izohati, yorumini bu yerda naql olsak, buningda bir foyda bor. Xuddi bu naqlni bu ta'liqni Abi Shamning bergan ta'liqotini Suyuti rahimahullah itqanda keltirgan, naql qilib keltirgan. Abu Sham deydi: agar fa in qil, agar deyilsa, masirru fi nuzulihi munajjaman. Qur'oni Karimninki munajjam holati tushishdagi sir, hikmat nima deyilsa. Va halla unzila. Bu Qur'on ilgirki boshqa kitoblarga o'xshash jumlatan tushunmamdi, biroqlam tushunmamdi deyilsa, biz bunga javoban deymizki, hada sualun qad tavallallohu javobahu. Alloh subhanahu va taolo bu savolga javob berishga o'zi ega bo'lgan. Deganki, bayatning oyati shu: va qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida. Ya'ni Muhammad alayhisolamdan ilgirki payg'ambarlarga tushirilgandek biroqlam tushunmamdi deydi bu kuffarlar. Fa ajabahumullohu taala. Alloh subhanahu va taolo tuvandagi oyat bilan javob berdiki, kazalik. Ya'ni shuningdek degani biz Qur'oni Karimni sizlar ko'rgandek mufarraq holatda tushirdik. Nimishqa linusabbita bihi fuadak. Bu orqali sening qalbingni mustahkam tasbitlash, muqimlash, mustahkam qilish uchun. Ya'ni bu orqali qalbingni kuchlantirish uchun davotidi. Ya'ni nimishqa fa innal wahya fa chunki ifodalaydi. Chunki vahiy idza kana yatajaddad fi kulli hadisa. Har hodisada yangilangan vaqtida kana aqwalil qalb. Bu vahiy vaqtda qalbni kuchlantiradi. Qalbga kuch beradi demakchi. Kana aqwalil qalb. Va ashadda inayatan bil mursal ilayhi. Shu vahiy avatilgan payg'ambarga nisbatan bakroq ko'ngil bo'lishudi. Nima uchun? Va yastalzim zalik ashunda vahiyninki tarqaq tushganligi, har hodisalarda tushib turganligi farishtaning tushishining ko'p bo'lishini taqozo qiladi. Farishta bilan kurashishni yengilashni taqozo qiladi. Bima ma'ahu shu farishta bilan birga kelgan shu buyuk zotdan min zalikal janob al-aziz degan gap aziz bo'lgan zotdan kelgan risala bilan birga. Shuning bilan fayahdusu shuning bilan u payg'ambarga ibaret aciz kegudek xushallik hosil bo'ladi. Fayahdusu lahu min as-surur ma taqsuru anhu al-ibara. Yani ibaret aciz kegudek xushallik paydo bo'ladi. Yani ifodaligisiz bir xushallik paydo bo'ladi. Shunlashqa Rasululloh ajwadu ma yakun fi Ramazon. Eng sihiy bo'lgan vaqtda Ramazon deydi. Jibril bilan uçuş ko'p bo'lganlik uchun. Chunki o'ylanglar, nima uchun Jibril uçuşsa sihiy bo'lib Rasululloh desa, chunki biz bir mu'min bo'lish sifatimizdan g'ayb sifatida iymon etyapmiz Jibril alayhisalomga. Jannat, do'zax masalalariga g'ayb sifatida iymon etyapmiz. Shunda bo'lgandikinki qalbimizni dunyo biroz bog'lab turdi. Rasla bu alaqa e'tirof qilmanglar. Hammalarning kallasida bir xil dunyoga bo'lgan bog'lanish biroz kuchli.
Mush xuddi bir degandek hamda uni men tam ifodalab bo'laman insonning qalbidagi narsani. Ammo Jibril alayhissalom bilan ko'p uchrashgandan keyin insonning oxiratga bo'lgan ishonchi tam 100% nechidamdi u. Uning oldida dunyodagi hamma narsa nolga teng. Bugun bizning ko'zimizga dunyodagi kuchliklar yo'g'on ko'rinadi. Falon davlat, pukun davlat, u anda qudratli, bu bunday. Endi Jibril ko'rgan vaqtimizda nima u? Unda bo'lgandan keyin dunyo degan narsa insonning ko'zida bir pashaning qonitidagi chuvinning qonitichilik darajaga tushdi. Shunga Rasululloh bayoqning hammani qanday qilib birdi. Cho'ng masala emas. Cho'ng narsa emas. Uzuk ko'rayotgan ko'rinishning oldida hech nimaga arzimaydi. Şu bu nokta belki Resulullah'ın Ramazan'daki sehi olib ketishi, bakroq sehi olib ketishidagi bir reis amillarning birisi bo'lsa kerak. Endi Qur'oni Karimninki tanjim parcha-parcha tushishidagi hikmat va sirlar. Hikam va asror juma hukm emas, hikmatning ko'pligi hikam. Wa nastati'u an nadhkura min hikam at-tanjim wa asrarihi ma ya'ti. Biz tanjimninki parcha tushgizishninki hikmatlari va sirlaridan tuvandikilarni deyalishimiz mumkin. Nastati'u an nazkurgani tuvandikilarni deyalaymiz. Birinchidan Resulullah'ның qalbini taham mustahkamlash. Chunki vahiy yangilanganda lianna fi tajaddudul vahiy vahiyning yangilanishida Resulullah'ның qalbiga nisbatan bir quvvat bor. Va Allohning o'zining rasuliga bo'lgan ko'ngil biladiganligini bildirish bor. İstişar degani bildirish bor. Mana bu Resulullah'ni rag'batlantiruvchi mushajjia al-muazziya lahu Resulullah'a tasalli verguchi oyatlarning mazmunidan boshqa tahama ahvol. Xuddi mana oyatlar chiqib turdi ya pat-pat. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Uli degan gapga sabr qilib chidab o'tib ket. Uni qap qo'y, tashlab qo'y, karam olmasin masalan. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Ularning bizni bearam qilmasin. Biz ularning oshkor yurishini hammasini biz bilamiz degandan xotirjam bo'ladi. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Bunu ima etmag'indan ko'nglan yerim bo'lmasin. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. Bu degan gap sizni bearam qiladi, buni bilamiz. فإنهم لا يكذبونك. Ularning inkar qildig'ini siz emas, valakinnaz zolimina bi ayatillahi yajhadun. Zolimlar Allohning oyatini inkar qiladi. Bu shakldagi fala tazhab nafsuka alayhim hasrat bu shakldagi oyatlar orqali Rasululloh tasalli uradi. Ma tasallidin boshqa. Ashu yengilib turganligi, pat-pat Jibril bilan ko'rishib turganligining o'zi Rasulullohga nisbatan bir kuch, Rasulullohga nisbatan bir mustahkamlaydigan bir omil. Bu birinchi sabab, birinchi hikmat, birinchi sir bo'lishi mumkin. İkincisi Qur'oni Karimni yodlashni Resulullahga va musulmonlarga qolaylashtirish va Qur'onni tushunishni qolaylashtirish. Bir butun olgan vaqtda yodlamoqdan xuddi biz yodlab bo'lmagandek va uni tushunmakdan xuddi biz tushunib bo'lmagandek, ammo birdan, ikkidan, uchdan oyatlar kelsa, bu nisbatan yodlamoq oson bo'ladi. Hem tushunmak ham oson bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisalom hamma bilamiz ummi, ya'ni o'qib yozolmaydi. La yaqra va la yaktub. O'qolmaydi, yozolmaydi. Va kazalika shuningdek arab musulmonlarmi shu? Allah arab musulmonlarni ummi deb atagan. O millat xarakterlik o'z vaqtida savodsiz millat yani. Vallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum degan shaklda. Va in kana an-nabi garcha Rasulullah shundoq va'da qilingan bo'lsa-mu, ya'ni yodlashga yordam beriladi. Bihayth, ya'ni unutib qolmaydigan darajada, bihayth la yansa degan unutib qolmaydigan darajada yordam beriladi deb va'da qilingan bo'lsa-mu, sanuqri'uka falatan o'xshash. Lekin musulmonlarga kelsak, innal muslimin, musulmonlar bihajatin ila zamanin yusa'iduhum alal hifz. Musulmonlar ularning yodlashiga yordam beradigan bir vaqtga ehtiyoji bor. Şunlaşqa Qur'oni Karimning tushishi munajjama bo'lgan. Tabiiyki, bilasizlar, Rasululloh 40 yoshdan oshgan vaqtda tushgan o Qur'on tamam payg'ambar alayhisolamning masalasi ayrim deb turayli. Rasulullohga yodlash ketmaydi. Alloh tarafidan yodlatqizildi deb turayli. Atrofdagi sahobalarimiz Rasulullohdan cho'ng, Rasululloh bilan taqdim etdilar. Rasulullohning kichik 40 yoshdan oshgan vaqt deganda bir narsa yodlamoqning tasdiqlanligini shu 40 yoshdan eshib bir narsa yodlab boqqandan bilishi mumkin. Hala bizningki 15 yaş vaqtimizdagi yodlash, 20 yaş vaqtdagi yodlash va 30 yaş vaqtdagi yodlashimiz farqli deya bizningki. Biz chig'imizda. Üçüncü hikmet
kupparlarga hüccet pakittin keyin, yani pakittin keyin bir pakit bilen kupparlarga zarbe berishni, taqi degan gap bularga besim serish, zarbe berish ne mualat aqidini keltirish ve ularning yo'ldan chiqqanligi, aqidasining xato ekanligini eslatishni yengillab turish bu hikmet bo'lishi mumkin. Agar Qur'on biraqlam tushgan bo'lsa, lavajahal kuffar hadihi taqriat, bu zarbalarga, bu besimlarga kuffar bir qitimlam shunda Qur'on biraqlam kelsa, qo'lga iliblam bir qitim shunda varaqlaydi. Ko'ngliga tegadigan yerlar bir qitim tegadi, zarbulga yerlar bir qitim zarb bo'ladi. Va ta'allamu laha awwal marrat, tunja qitimlam azoblanadi. Bunda bir ko'ngli igiladi. Thumma andan keyin kunab qoladi. Alifuha va nasihan nas, unutib qoladi. Ammo qarasa har kun oyat tushayotgan, har hafta oyat tushayotgan, har masalada bularga zarb kelayotgan. Bu bularga nisbatan nim bo'ladi. Uzluksiz kelgan zarb bo'ladi endi. To'rtinchisi müşriklerge red qaytırış ve münafıklarını rəsva qilish üçün hadise vaqealardan paytılınış. Her hadise yüz beradi, ayet düşüdü, bu arqılıq etrafdakiler rəsva oludu. Qalbi sağlam bolmaganlar, münafıklar rəsva oludu, müşrikler red qaytırıldı. Bunu mavo, dördüncüsü tencimning hikmetlerinden büyük bir hikmet. Çünkü Kur'an ayetleri, mesela muayyen bir hadisede düşken Kur'an ayetleri müşriklerge reddiye berip ularını tuvaklaydı. Ağzını tuvaklaydı. Toplaymuhum. Münafıklarını resva kılıp ularının içki dünyalarını içip bıraktı. Mana bu ahval bularını işlip kılıştın bek koktat. Yece'aluhum yetehavvafune ebeden in yukşefu. Bayqilib qilishni, ejilib qilishdan mengü qo'rqadigan qiladigan ahvolmuş etdi. Chunki qarasa, bir ishni yushirib tursa, oyat davatgan. Tafsir qarasak, buning misollari nihoyat ko'p. Bir ishni endi mashina qillimikida plan tuzib tursa, oyat chuplam uni oshkorlayotgan. Bu ahvol buning yuragini zida qiladiganlik hamdi. Eng cho'ng masala shu. Xuddi yahzarul munafiqun an tunazzala alayhim sura tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Munafiqlar shundan qo'rqadi deydi. Yahzarul munafiqun. Ularga bir sura tushib, ularning qalbidagi ishlarni boshqalarga xabar berib o'tishdan qo'rqadi deydi. Munafiqlar qo'rqadigan ma'vo. Qul stahzi'u innalloha mukhrijum ma tahzarun. Qani, siz xalqning Allah sizning qalbingizdagi sizlar qo'rqadigan, shu sizning yushuq ishlaringizni o'rtaga chiqaradi degan ma'noda shu mazmundaroq kelgan oyat. Bu 4-hikmat. 5-hikmat savoqdoshlar, qalbdagi ta'sir qilishni cho'nqurlashtirish va vaznasiyat elishdagi ta'sirini cho'nqurlashtirish. Ya'ni inna rabtal ayat bil hadisa val waqi'a. Oyatni ma'lum bir hodisa, ma'lum bir voqeaga bog'lash. Kishilarning umumiylik holatda bu oyatdan vaznasiyat elishga eng yaqin, adaa degan gap eng munosib va insoniyat qalbida ta'sir qilish eng cho'nqur. Nima uchun? Mana bir nuqtadan o'rtoqlar. Bir masala nazariy shaklda o'rtaga qo'yilgandan amaliy shaklda o'rtaga qo'yilsa, bu insonga nisbatan ta'sir qilishi unutilmasligi bek cho'nqurladi. Su uzishni do'skida o'rgansa, bakroq o'rganamdi yoki o'stanga tushib o'rgansami? Buni normal ahvol. Bir odam do'skida qancha suv uzishni o'rgansin, o'stanga tushgandan keyingi sharoit boshqa. Bir misolga men davatqinim hozirgi. Qur'onni nazariy nuqtadan bizning hozir eng ushayotgan, qiynayotgan tarafimiz shu. Qur'onni ko'p hollarda nazariy o'rganamiz. Qo'limizda oldimizda kitob bor, tafsir shaklida o'rganamiz, dars shaklida o'rganamiz. Real hayotimizga vaqt tatbiqlamoq pek tez kelyotdi. Tam o'z vaqtidagi insonlarga nisbatan Alloh subhanahu va taolo Qur'onni bir butun kitob shaklida o'rgatib unda qilib qo'yganmiz, xuddi biz uchirgandek masalaga uchraydi. Lekin avloga qana qildi amaliy hayotida, uchirgan har masalalarda real billi yashidi, ya'ni Qur'on bilan billa qana qildi, yashidi bular. Li'annal ayat, chunki oyat shu vaqtida inson hayotidan bir tarafni, u yashagan hayotdan bir tarafni hal qiladi, tu'alij. Aşının o'xshashlar degan minal ba'id ayyunsa. Unutilib qolishi bektes. Hayotimizda, masalan, men o'zimning hayotida yashagan bir ish menga unutilmaydi tabii. Bu haqda kelgan oyatlar unutilmaydi. Bu haqda kelgan hadislar, shuningdek sahobalarningki hadislarni unutmasligi, ya'ni 70-80 yil, 50-60 yildan keyin hadislarni boshqalarga rivoyat qilib, saqlam bir shaklda yetkazishi
Chunki o sahabalar o ayet o hadislarni maktabda o'qimagan, kitobni o'rganmagan, hayotidan o'rgangan bo'lg'achqa, hayotida birga yashagan bo'lg'achqa hayot unutilmaydi va buningga qistirilgan oyat hadislar aslo va aslo qanaqa qilmaydi, unutilmaydi. Bunun kelgan misollardan birisi qazf oyatini ifk oyatiga qanaqa qilish bog'lash. Qur'oni Karimda bir odamga haqsiz shaklda erlarga yoki ayollarga tuhmat chaplasa, buning jazosi andoq bunoq deb oyat bor. Bu oyat agar nazariy shaklda o'rtada qo'yilgan bo'lsa, o'qib ketib qolib qolish mumkin. Lekin Oysha radhiyallohu anhaga tuhmat chaplanish masalasi, Madinani bir tavratgan masala, payg'ambar oilasining izzat sharafiga munosabatlik masala bo'lg'achqa, buni bilmagan musulmon yo'q. Qalbi titirmagan musulmon yo'q. Vücuduga bu ta'sir qilmagan musulmon yo'q. Shu munosabat bilan bunga munosabatlik hukm her bir adamning qalbisiga ajoyib qanday bekib ketiglik. Bunun misollar nihoyat ko'p. Masalan biz shu yashayotgan bugungi muhitimizda hammalarning hayotiga ta'sir qiladigan bir ishni saqlaysak, masalan, saylam desak, bir misol olay. Saylamning natijasi e'lon qilinayotgan desa, hammadan buni tashna oladi. Shu kunlikda yuz bergan ish ko'pincha odamlarning qalbisida unutilmaydi. Mana shunday o'xshash bir masala, misol shaklida da'vatimi. 6-hikmat hamda Qur'oni Karimning parcha-parcha tushirilishida İslami cemiyetga ko'ngil bilish va u jamiyatning qo'lini Allohning hidoyati soyasi ostida yana hayotda qo'lni tutib mengish deydi. Ashuna bo'lishi chunki tashri'iy oyatlarning ko'pincha, tashri'iy degan gap qanday qonun, ahkomga munosabatli oyatlarning ko'pinchisi ko'p hollarda bir savoldan javob bo'lib qanaqalatda tushadi. Xuddi yasalunaka an shahril haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir degan oyatga o'xshash yoki Qur'oni Karimda biror fikr bo'lmagan masalalarga hal qilish chorasi bo'lib tushadi. Xuddi Marsadil G'annuningki qissasi kelgandaki, mushrik ayol bu sahobaga mushrik ayol to'y qilish taklifini to'g'ri qo'ydi. Bu qabul qilib, lekin shu qabulni Rasulullohning izniga qaratib qo'ydi. Rasululloh izni qilsa qabul qilay, bo'lmasa turay deb. Bu sahoba o'zining masalasini Rasulullohga to'g'rilagandan keyin valatan kihul mushrikat hatta yu'min degan oyat tushgan. Shunga o'xshash masalalar savoqdoshlar. Yani jamiyatni yetaklab qana qilish, mengish, yuz bergan masalalarga hal qilish chorasi tepish. Endi mushu taraf va qad jala hadhihi an-nahiya ala khayri wajhin al-ustaz Sayyid Qutb. Yani mushu tarafni en güzel şekilde Ustaz Sayyid Qutb qanaq bergan, ejib bergan deganki, laqad jaa hadha al-Qur'an, ma Qur'an li yurabbiya ummatan, bir ummat tarbiyalash uchun kelgan ve yunshi'a mujtama'an, bir jamiyat paydo qilish uchun kelgan ve yuqima nizoman, bir sistem tug'ish uchun kelgan. Tarbiya degan vaqtga ehtiyoji bor, ta'sir qilishga ehtiyoji bor, so'z orqali ta'sir ko'rsatishga ehtiyoji. Ta'sir ko'rsatish, infial degan gapmi, ta'sir ko'rsatish degan gap hisobda. Yoki ta'sirlanish va shu ta'sirni, shu tuyg'uni reallikqa aylantiradigan harakatga ehtiyoji bor. Men tarjimani tarjima qil deb o'ttamanglar, aylantir degan gap. Ta'sir, infial, tuyg'u degan gap. Shu ta'sir va tuyg'uni ila voqea, reallikqa aylantiradigan harakatga ehtiyoji bor. İnson nafsi bir kecha kunduzlam yangi bir manhajninki bir kitobini, mukammal kitobini o'qishlarlam to'liq o'zgarib ketmaydi. Ma'noda kalamda bo'lsin. Mushu sizlarga pek hayotingizga ta'sir qilgan gap bo'lishi mumkin. Bizning xiyolimizda biz biraylarga so'zlasak, bir kitobdan birini yozib qoldirsak, bir darsdan birini o'zsak, o dars, bu kitob yoki o bir so'zlashning ta'siri bilan o odam butunlay o'zgarib bir mukammal adam bo'lib ketdi deb o'ylaymiz. Lekin inson bir kecha kunduzlam suhbatlam o'zgarib ketmaydi hamda. Qanday o'zgardi insonning vujudi nimaga ehtiyoj bo'lsa, innama tata'assaru yawman ba'da yawmin. İnson nafsi kundan kunga ta'sir qiladi, ta'sir oladi. Mushu manhajning bir tarafidan bir yandan ma'no va tatadarraj fi maraqihi, o manhajninki, o yo'lninki palampaylarida, bosqichlarida tadrijiy holatda ro'y asta qanday qiladi, ishkirlab kiradi va ta'tadu ala hamla takalifihi va bu yo'lninki buyruq takliflarini
kötürüşke şeyen feşeyen ta'tat adatlanıdı. Şeyen feşeyen asta bir deyen gepe. Yani eğer o insan nefsige o yol doxman, çoğun halatda, ig'ir, qiyin halatda taqdim qilinsa, yiroqlab ketgandek, unda yiroqlab ketmaydi. Masalan, bir odamga kelib, "Men nima ish qilaman" desa, "Siz ham musulmon bo'ldingizmi?" deb qiladigan ishni bir dapa qilsa, kamisi bir oy ro'zsiz, u ro'zda et degandan kechgacha hech nima yemaysiz. Qo'saq qattiq ichib ketsami, ichmaysiz. Kunda 5 vaqt namoz o'qiysiz, topgan pulingizdan manchasini zakot berasiz, ondan keyin jihad qilasiz deb o'ltirsa, u birdamdilam o tog'dek bir narsa besla voy qilolmaydigan ish ekan deb yiroqlab ketish, ammo vaqti kelsa hammasi. Ramazon oyi, bugun kun Ramazon oyida masalan bir odamga Ramazon keldi mana, bugun tutsa bo'ladi shu oylarda. Onun da pulusu yok. Pulusu olmagandan keyin onun zakatının gapini qilmay, pul topgan vaqtdan pul topdingiz, zakatыңызda bir masalan. Namoz vaqti kelsa namoz, ondan keyin jihad qilish to'g'ri, endi jihad farz. Mana shaklda tushuntirilsa, bu asta har ish o'zining hayotiga bog'lanib kelsa, buning nisbatan hamma ish tabiiy tuyuladi. Yani vahiye bu inson nafsi her kun uzuqluq berguchi shu vaqt tamoq bilan o'sib ketiladi. Fetusbihu bittali ikkinci vaqt tamoq bilan manfaatlanish uchun bekroq hozirlik qiladi. Aksar isti'dodan degani. Atdigan bir vaqt tamoq yeydi, kechki bir vaqt, tushdi bir vaqt, shunga o'xshaganlar gap. Har qatim inson o'zining oldiga kelganini qilish kerak. Hayotiga taqashqashni qilish kerak va boshqalarga shu shaklda tarbiya berish kerak. Va ashadda qobiliyatillaha va uni tig'im bekroq qabul qiladi, undan bekroq huzurlanadi. Ma yol, ma tarbiyalash yo'li bu shakldagi yo'l. Ma hozirda Zilalul Qur'onimizda, fi Zilalul Qur'ondagi matn ma'u, shuni o'qiyapmizda tugumidi. Va laqad ja'al Qur'on, Qur'oni Karim butun hayotning shamil, keng ko'lamli, komil, mukammal bir manhijini, sistemasini, programmasini olib kelgan. Va ja'a fil vaqti zatihi, aynı zamanda tarbiyalash manhijini qana qilgan programmasini olib kelganki, bu programma insan tabiatiga mos keladi. Mishqa o insan tabiatini yaratquchi tarafdan bir bilish, bir bilim nuqtasidan. Faja'a lidalika shunga bu Qur'on munajjaman holatda keldi. Musulmon jamoatiga ketarlik jonliq ehtiyoj qilmas shaklda. Bu musulmon jamoati o'zining o'sib yetilish yo'lida paydo bo'lish va o'sib yetilish yo'lida ketayotgan vaqtda deydi. Ve şu musulmon jamoatininki hozirligiga mas holatda, işte munajjaman holatda keldi. Bu musulmon jamoatda hozirlik ki kundan kunga nozik ilohiy tarbiya prinsip sohasida o'sayotgan bir tayyorlikqa mas holatda keldi. Keldiki ja'a degani bu Qur'on işte munajjaman holatda keldiki nim bo'lsin uchun tarbiya manhaji bo'lsin, hayot manhaji bo'lsin uchun ki qandaqdir faqat huzurlanish uchun yoki bundagi bilimni olish uchun o'qiladigan madaniyat kitobi bo'lsin uchun emas. Qur'on ummat tarbiyalaydigan kitob, boshqa kitoblarga o'xshash bunda ma'lumot iqrishiya, nima gap bata degan kitob emas. Keldiki bu Qur'on keldiki li yunaffada harfan icra qilinish uchun keldi. Kelimeten söz icra qilinish uchun keldi. Teklifan degani har bir teklifat icra qilinish uchun keldi. Keldiki Qur'onning oyatlari musulmonlar o'z vaqtida topshirib olgan hamon amal qilish uchun topshirib oladigan kundalik buyruq shaklida bo'lsin uchun keldi. Xuddi gazarmasidagi askar yoki naq maydondagi askar kundalik buyruqni topshirib olganda, gazarmadagi askarga oylik buyruq berilmaydi-ku. Jang maydonidagi askarga butun buyruq har vaqt o'ng'imang, so'ng'imang, ayaga hujum qilma, to'xta deb buyruqni kelib turib, shunga o'xshash masala. Nima bilan desa, ma'a ta'assur, ta'sir elish, tushunish va ijro qilishga bo'lgan rag'bat mushlar bilan birga. Va ma'al intiba, uning bilan moslashish va o'zi topshirib olgan mazmunlarga mos holatga kelish. Takayyub degan shu mos holatga kelish. Takayyub, mas holatga qana qilish kelish. Min ajli hada kullihi mushlarning hammasining tufaylidan
Kur'an mufassalen yani munacemen manasida tarqaq parça halatda qana qildi keldi deydi. Laqad kana an-nasu andama zilalning gapi tugudi fi zilal Qur'onga Sayyid Qutbning gapi tugudi. Şuna diqqat qilsanglar iborat qurilmalari oldi-keyindan biroz farqliq. Laqad kana an-nasu fi jaziratil arab kishilar Arab yarim orolida islomdan ilgari shirk va jaholatda edi. Ve ba'd an zalikal mustawarrafi Qur'oni Karim epkagan buyuk saviyadin bir yiroqlikda edi. Yani Allohni bir bilish, Allohga yolg'iz ibodat qilish, kishilarga yaxshilikni iroda qilish, kishilarni zulmdan qutqizish qatorliq ma saviyadin bak yiroqda edi. Ve kana al-alam kulluhu bütün dünyanın hammasi çöküş, inhilal degan çöküş, zulm ve nadallık işi deydi. Ve ehli kitap ve kana ehlul kitap. Ehli kitap bolsa özlerinin kitaplarını özgertken, hurapatlarını halal kılgan, batıllarını nima halal kılgan demek, hurapat batıllarını haqqning o'rniga tushirgan mındaydı. Demek dünyada bir haqqi yetakligidek bir halat qolmagan. Bo'lgandan keyin nima bo'lish kerak? Fakana tabi'iyan jiddan ay yakunu al-kitab al-akhir. Onda bo'lgandan keyin oxirgi kitob aşu reallıkni ıslah qilish uchun qonun ahkamlarida tadricilik manhajini tutgan bo'lishi naydi tabiiy edi. Endi biz mishan bir narsani o'rganamiz savoqdoshlar. Qur'on ummatga ashlatishdi ya, biz mu boshqalarni tarbiyalashda mushu prinsipni tutish kerak. Etrafimizdagilarga bütün islomning ahkamlarini tag'aga qajlab uçsuqa yetkazib qo'ymay, parçalab her iş hayatta uçurganda, her işe kısılganda, mesela günlük hayatta 5 vakit namazını okuş gerek. Bir ay Ramazan kelse onu tutuş gerek. Pul tapqandan keyin zakat berish gerek. Jihad qilishga loyiq bo'lgan vaqt jihad qilish gerek. Buni ma shaklda bo'lish gerek. O bir kundilam hammani tog'dek ustiga otib qo'ysa, bir xil qanday bo'lib qoladi endi. Uni tatbiqlash emas, undan biroqlam voz kechadigan. Gerçi tashqi ahvol voz kechmas, ichki dunyosida voz kechadigan ahvol yuz beradi. Alloh subhanahu va taolo dediki: "Va Qur'anan faraqnahu." Biz Qur'onni parcha-parchalab tushirdik. Li taqra'ahu 'alan-nas ala mukthin, kishilarga oldirmay, masalan, ayirib o'qib berishing uchun va nazzalnahu tanzila. Biz Qur'oni Karimni shu shaklda qanday qildik, tushadik deyotdi. Ya'ni tashri'atda, shariatda, ahkomlarda tadrijiy taraqqiy qilish islom jamiyatiga rioya qilish vasilasi vositasidir va islom jamiyatining yuqorida biz ko'rgandek qo'lni tutib apmangishdir. Tashri' mush ahkomni ko'rsatdi. Ahkomda tadrijiy mengishga eng obrazli misollardan birisi shu haroq tilga ilingan oyatlar. Bilasizlar, haroqni ko'p hollarda kitoblarda 3 bosqich bo'ladi, lekin 4 bosqichga bo'linsa bo'ladi haroq harom qilinish jarayoni. Kallangu 4 bosqich desa 4 kun, 4 oy deb o'ylab qolmanglar. Bir necha yil vaqt u. Bir necha yil makalangni qo'sna 4 bosqich, 3 bosqich desa, shu bir haftadan 2 haftadan 3 haftadan ya undan yo'q. Bir necha yil. Musulmonlar har bosqichga odatlangan, har bosqich musulmonlarning bir nuqtaga kelgan holati bo'lgan. Hatto jazonimi shu. Jazonimi ayni 4 bosqich, 3 bosqich shaklida keladi. Oshumi 15-20 yil vaqt var. 4 bosqichda. 15-20 yil qolgan ma orliqqa. Jazonning eng harom qilingan eng oxirgi vaqti shu Makka fath bo'lgan fath yili, Hajjatul Vido harom qilingan eng oxirgi vaqti. Shu vaqtgacha qadam hozirliklarini qilgan, oldingi qadamlarini ag'ashtirgan masala bu. Ko'rib boqaylik, haroq masalasi misol qilinganda qiladi. Falaqat hurrimatul khamr masalan. Haroq harom qilindi. Musulmonlarning nafs qalblari Allohdan qo'rqish, Allohning savobiga umid qilish va Allohning ko'rsatgan yo'lini ching tutishda bunda yaxshi ko'rishga to'lgandan keyin harom qilindi. Dastlabda emas. Cho'qim hamma musulmon Alloh nim desa, biz shuningga agishimiz deydigan bir tuyg'u kelib bo'lgandan keyin harom qilindi. Wa kana tahrimul khamr ala marahil kama huwa ma'ruf.
Ma'lum bo'lgandek, haroqning harom qilinishi bir qancha bosqichga bo'lindi. Birinchi qatim yasalunaka anil khamr wal maysir qul fihima ithmun kabir va manafi'u lin-nas va ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ular sizdan haroq qilma haqida so'raydi, denki bularda büyük bir zarar va gunoh va ancha-muncha manfaatlar va ba'zilar usta pul topadi qilmada, haroqni setib pul topadi, haroqni ichib ancha-muncha kayfiyatini tanishib oladi masalan. Amma ve ismuhuma bu ikisining zarari, xatosi, gunohi, manfaatidan nima büyüktür. Ma birinci ayet. Yani felem tasrah, yoki felem tusarrih al-aya. Ayet bu ikkisidan haroq bilan qilmadin yig'ilish haqida uchuq talabda bo'lmadi bu yerda. Uchuq yig'il to'xta demadi. Walakinnaha biroq bu ayet bu ikkisiningki haroq bilan qilmaning zararininki manfaatidan büyük ekanligini so'zlab bilan bo'ldi qildi. İktefat bi zikri so'zlash bilan bo'ldi qildi. Endi mushuningda insonning nafsini bundan keyin haroq bilan qilma haqida tushadigan oyatlarni qabul qilishga bir hozirlash bor. Chunki ma oyatda deb qo'ydi ya, buning zarari cho'ng degandan keyin bunda aqli odam 3 rom kishasi 2 romga tushadi. Kunda 2 vaqt kishasi 1 vaqtga tushadi masalan. Ba'zi vaqtda bek kayfiyat yo'q, unutilgan vaqtda bo'ldi buga ishmiylar deydi. Demak asta-asta paslaydi. Undan keyin ya eyyuhallazina amanu la taqrabus salata va antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun degan oyat orqali namoz vaqtlarida ishmaslikka keskin buyruq keldi. Ey mu'minlar, sizlar mas holatda namozga yaqinlashmanglar degan gaplarni bilitgan holat kelganga qadar. Endi o'ylanglar, namozga o'qishda namoz vaqtlarida haroq ichish cheklangandan keyin inson kunduzi 5 vaqt namozning oraliqlarida ichishdan to'xtaydi. Chunki masligi shishlik bo'lmaydi. Buni oyatda cheklimininki maslik holati bilan vaqtliq bo'lganligini ko'ryapmiz. Ma'lum, musulmon yaqin vaqtlarda namozga mukallaf. Bu oraliqlarda, bu namozning oraliqlarida maslikning ta'siri ketib bo'lmaydi. Ana shu fitarkiha sahabatul-layl haroqni kunduzninki sahabatul-layl sahabdan bulut degan gap ya, kunduz taraflida tushsanlar bo'ldi. Kunduz tarafida tashlashning sababini qarasanglar, butunlay cheklayotmagandan keyin o'kti qo'polmaydi hech kim. Voy, uni mush qilishmaymi? Masalan, bundachi ba'zi narsalarni butunlay cheklasa, uni deb ishmaydi ekanmiz deb qo'pudi. Ma'atda yaxshi namoz vaqtida ishmaydigan degan tamom do'z kechchil ya. O'ltirishni xubtamdan keyin qilya deydigan bo'ladi. Aqallisi shu vaqtdagi insonlarning tafakkurini o'ylab boqinglar. Ikkisi bor. Endi namoz vaqti ishmaydi degandan keyin dasturxonlarini, o'ltirishlarini hammasini xubtamdan keyinga qana qiladi, o'rinlashtiradi. O'ltirishlar desa xubtamdan keyin o'ltirishlar. Bu shaklda. Endi o'g'andan keyin va kanu qaramayaga idza sallul asha ular xubtam namozini o'qisa, ulardan xalqallar masuddi, masjidni xalqallari. Ve fi zalik buningda haroqni insonning o'yg'oq holatlardan uzun mezgil tashlashga bir mashq. Qarang, kunning yarmida. Masalan, bugun kunda deganda soat 5 da bo'ladi deyli. 5 dan tortib kechda soat 10 da 10 gacha ishmaydi. Undan keyin ishkisi kelganlar ishidi, ishkisi kelmaganlar asta uxlab qoladi. Asta bir ishlaydigan narsa qiziq temidan qana qiladi, kundalik hayot temisidan pastlab tushidi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taoloning eng oxirgi oyati bu. Ya eyyuhallazina amanu innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlam. Mayatda ey mu'minlar, haroq, qima, masalan, ansab tiklanganlar, butlar, ondan keyin wal azlam masalan, o'qiyalar shu palsaladigan hammasi rijsu min amali shayton. Necis nachar ishlar, shaytonning ishlarining qatoridan. Bularni ner turinglar, shuna olsangiz sizlar nijot topishinglar mumkin. İnnema yuridu şeytan en yuqi'a beynekumul adawa. Şeytanın asli maqsadi aranlarga adavat, o'chmanlikni silish, haroq bilan qilmaldi. Va sizlarni Allohning zikridan va namozni to'sash. Fahal antum muntahun. Endi to'xtab qolamsizlar deb nayt ig'ir gapirdi qildi. Oyatning oxirisidagi fahal antum muntahun nayt ig'ir bir ifodachi. Harom qilindi, dinmi bek ig'ir ifoda. Ha, shunchasini ko'rdinglar, shuncha zararini ko'rdinglar. Endi to'xtab qolsanglarmiki degan bunday bir shakldagi ig'ir ifoda. Ya'ni shular musulmonlar to'xtadi, haroqni tashladi, ularning qoshlaridagi haroqdan qilib qolganlarini to'kiyotdi. Aisha radhiyallohu anhadan Imom Buxoriy radhiyallohu rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda deydi. Innama nazala awwala ma nazal minhu suratun minal mufassal. Mufassal surlardan bir sura
Muşu dastlab tushgan mazmunlar mufassal surlardan bir sura. Buningda jannatning zikri va do'zaxning zikri va degani islomda tunjulab musulmonlarga tushgan oyatlar jannat do'zax haqida. Yani aqida haqida demakchi. Hatta iza saban nas ila islam kishilarning hammasi islomga qaytib degan gap islomga aqida qalbiga o'nab islomga qaytib rars nimda so'qib bo'lgan musulmon bo'luvdi andan keyin nazalal halal val haram halal haram endi demak bo'lgani aqida burun keldi andan ahkomlar halal haram ahkomlar keyin keldi walau nazala awwal shay dastlabdilar la tashabul khamr deb tushgan bo'lsa onu nim deydi la nada'ul khamra abadan biz aroq içmeyi hergiz tashlamaymiz deydi dastlabdilar va la tazun degan bo'lsa hayaqay la nada'u zina abadan deydi dastlabda iymon islom masalan jannat do'zax ma şekilde kishilarning qalbi bog'landi musulmonlikqa chingidi nimda suni aytgan bo'lgandan keyin an ahkam masalalar undan keyin keldi deyotdi Oysha radhiyallohu anhaning mush hadisi o'z vaqtidagi Resulullah'ın devrideki şeriatning tatbiqlanishininki prinsipini bizga ifodalab beradigan nihoyatda muhim bo'lgan manbalarning birisi. Mushuni bilan biz nurg'un narsalarni qana qila olamiz, hal qila olamiz. Bu araqi mushu prinsipni biz dunyodagi ba'zi davlatlarda ko'rsak, men bir xabar ko'rgan, Iran mushu Pepsi Cola'ni cheklab davlat bo'yicha hech kim ichmaydigandan keyin bir namoyish bo'lgan deb angladim. Amerikalarda mesela bazı shtatlarda haraqni cheklanmagan ahvol bor. Tamakini cheklanmagan ahvol bor. Bu haliqi akaplar bir kunda bir qalam bilan imzo qopligini qonun chiqariblar hal qilolmaydi. Bularmi jamiyatning ishini. Jamiyat anda asa o'zgarmaydi. Dedik-ku insonning ruhi suhbat bilan o'zgartiradigan narsa emas. Yoki kompyuterning programmi emas. Qaytadan yozib etsaklar Windows, Linux o'qitadigan, Linux, Windows o'qitadigan ish yo'q. İnsanın ruhu alaydı bir narsa. Asta adətleniş, tedrici məşqleniş arqılıq an özgüreydi. Şuna şıqqa Peyğəmbər Aleyhisselam 23 yıl aramızda yaşadı ve İslam'ını 23 yıl yetkizdi. Biz çoğu vaqtda neçə gündürlam kitabını əqiblam, həmmigə taxtiblam, bes. Ya onda iş olmaydı manada. Şunundək zinanın cazası mı tedricilik boğan. Çünkü dastlabki jazo o'lganga qadar masalan zina qilgan ayollarni o'ylada sulab qo'yishanda nima hayotning oxirigacha o'yga sulab qo'ydigan bunda jazo bo'lyapti yoki Alloh ularga bir yo'l bergan andan keyin had tushdi masalan tafsir Jalolaynda wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut Aw yaj'alallahu lahunna sabila. Qarasanlar bu yerda yomon ish qilgan ayollar o'lganga qadar uydan talog'i chiqarmaslik. Bu jazo tunji dastlabki vaqtdagi jazo. Umiru bizalika awwal al-islam. İslamning dastlabki davrida bunga buyurildi. Andan keyin Alloh ularga yo'l qilib berdi, yo'ldan birini topadi, bikrini 100 nima bilan savash bilan va uni 1 yil palash va muhsinani qana qilish, hechma qilish. İmam Muslim rivayet qilib Rasulullahning shundoq deganligini rivayet qiladi. Xudu anni mendan elinglar bu hukmni mushaqda Alloh ularga bir yo'lni aniq belgiladi. El bikru bil bikri jildu mi'a. Bikri bilan 100 darra ve 1 yil palash, sayib bilan 100 darra ve rajim degan shakldagi hadislar orqali masala qaytadan qana qilingan, yangilangan. Burun hukm avu, keyingi hukm avu. Bunun o'zi bayatimiz o'tirib qo'yayotgan nima masalasi? Yani tedricilik meselesi. Biz nerede kitap savaştaşlar asaslık temimiz neydi? Asaslık temimiz Kur'an-ı Kerim'ninki tencim halette qana qilishi tushunish etdi. Tencim haleti tushunishninki en büyük hikmetlerden birisi qana qilish bayatındagimizdek tedrici halette şeriatni tatbiqlash, şeriatni uyg'unlashtirish tencimninki asaslı hikmet sırlarından birisi etdi. Yani 6-cısı etdi, 7-cısı hemdi. Biz şunundan kitip bulamadık diyeceğim sağdaşlar. Biz şu nimenin hikmetlerinden çıkıp bulamadık da tencimnin hikmetlerinden 7-cısı Kur'an'ın mucizligini ispatlaş. Qanday Kur'an'ın qanday mucizligi var? Kitapqa kirishdan ilgari men bir ikki qiz oddiy gap bilan tushuntiray buni, mucizligini isbotlaşda.
Qur'oni Karim necha yilda tushdi saboqdoshlar? Qur'oni Karim necha yilda tushdi saboqdoshlar? 23 yilda tushdi. Men bir gapni dey. Bir hünərvənd, bir kəsb qıldığı adam, bir hünərvənd deyil, bir kəsb qıldığı adam deyil. 20 yıl bir kəsbini qılsa, bir yazğıcı 20 yıl yazğıcılıq qılsa, yoki bir naqshchi 20 yıl naqshchilik qilsa, yoki bir shoför 20 yıl mashina haydasa, shoförlik qilsa, bu adamninki 20 yıl ilgirki holati bilan 20 yildan keyingi holati shu kasbda o'xshamdi. 20 yıl oldidagi ustalık bilan 20 yıldan keyingi ustalıqqa o'xshamdi. Bunun hammadan javobimiz reallikmi shu o'xshamaydi. 20 yıl oldida nasılqi olsa 20 yıldan keyin usta ketadi adam. Maşallah şu sahada kasb yo'q ketadi. Bir yazgıcı 20 yıl oldin yozgan kitibi nayte ebga olsa 20 yıldan keyin qattiq pishib ketiladi. Ya'ni bir 20 yıllık muddatda qilingan har bir ishninki birinchi bosqich bilan oxirgi bosqichningki saviyasida osmon zamin farq qiladi. Ammo sizlardan so'rab boqay. Sizlar Qur'onni quloqlab o'qisanglar, Qur'onning qasi burun tushibdi ekan, qasi keyin tushibdi ekan, mao dastlabki kasal xam vaqti ekan, ma pishi vaqti ekan degudek bir farq etalaysizlar. Farq yo'q. Qur'onning 23 yilda tushgan taraflarining hammasininki saviyasi, mayli adabiyot balog'at jihatdagi saviyasi yoki ahkomlar jihatdagi saviyasi olsun, o'xshash. Qur'on bosh oxirisi tamamen o'xshash. Hamma bilan bilamiz, Qur'onning navbatdagi oldimizdagi bizga turayotgan holati tushgan tartib emas. Tushgan tartib boshqa, keyingi ra'lanishi boshqa. Endi bugun Qur'on qarab baqsaq, qaysining burun tushib, qaysining keyin tushganligini ayrig'ila olmaydigan darajada. Bu ayrig'ila olmaganligi nima desanglar, Qur'onninki saviyasiningki, mayli adabiyot nuqtasidan, balog'at nuqtasidan deyli, yoki boshqa ahkomlar nuqtasidan deyli, farqsiz bir shaklda ekanligining isboti mana bu mo'jizalikning bir tarafi. 23 yil jarayonida tanjim, munajjaman holati tushibmi? O'sha saviyada tushganligi bu mo'jizalikning birisi. İkinci noktası, kitapta şunu deyişim mümkün. İkinci noktası, 23 yıl emas, aldınqı hafta çarşamba günü ettigenlik zohurluqqa, yani zohurluqqa, nimigellikning köpünçanın esidi yo'q aqchan. Aldınqı ayda degan gaplarning esini yo'q aqchan. İnsan unutuydu nurg'un narsinchu. Bir ay ilgari degan gapi bilan bir aydan keyingi gapi birisi-birisiga nima kelishi mumkin, zid kelishi mumkin. Bir ay ilgirki fikri bilan bir ay keyingi fikri zid kelishi mumkin. 4 yil ilgirki degan gaplarimizni bugun deb qolsa, yenib olamiz biz ko'pincha gaplarimizdan. Endi Qur'on qarab boqaylik, 23 yil ilgari tushgan Qur'on bilan oxirgi vaqtda tushgan Qur'onning o'rtasida hech zidlik, na ahkam jihatda, na prinsip jihatda o'tirib qo'ygan prinsip jihatda hech zidlik yo'q. Biz nurg'un odamning gapini yenib olganini ko'rdik ya hayotda. Nurg'un odam yozgan kitoblar uchun keyin tavba qilib e'lon qilganini ko'rdik, qo'y ma gapni yozib ekanman deb masalan. Nurg'un odam o'zininki unutib qolib, burun degan gapi bilan keyin degan gapini men bu hayotimda, atrofimdagi odamlarning ichidanmi 2-3 yil ilgari degan gapi bilan 2-3 yildan keyingi gapi va amaliyati zid kelayotgan insonlarni ko'rmang keraklik. Ammo Qur'on 23 yillik hayotda tushgan, bu Qur'on tanjimali tushgan Qur'on 23 yil ilgari o'tirib qo'ygan prinsip bilan eng oxirgi vaqtda o'tirib qo'ygan prinsip, aynı prinsip. 23 yil ilgirki ahkomlarning asosiy ahkomlari bilan 23 yildan keyingi asosiy ahkomlar aynı ahkom, hech farqsiz. Mana buning o'zi Qur'oni Karimning mo'jizaligining bir isboti. Balkim avtorim shuni o'tirib qo'yishi mumkin. Qaraylik. Tanjimda Qur'onning mo'jizaligiga keskin dalil va shu ikki nuqtadan bo'ladi. Birinchisi Qur'oni Karimningki balog'atdagi yuqori saviyani saqlab qolishi va balog'atdagi yuqori darajani saqlab qolishi. Zalika ashuna deyishi, chunki biz adabiyot sohasida, bayon sohasida uzun muddat adabiy natijalarida, adabiy nimalarida, asarlarida yuqori saviyani saqlab qala olgan bir pasihni qana qilmaymiz, bilmaymiz. Balki
Her közgü kürengellerinin mu innelin nabigin degan közgü kürengellerinin mu hatta balagat imamlarıdın nurgul ötküzgen sakatat hatalıkları var. Ve kullama zade ahaduhum tefavvukan ulanın biri şunda örülse zade ahaduhum tefavvukan degene şunda örülep ziyade olgan sırı ulanınki ötküzgen hatalıklarını köpüyüp mağudu. Meselen deyli mutenebbi dünyanı toşkuz etken bir adam. Kişilerin hemmisininki zihnini meşgul kılıp etken bir adam. Fikir edebiyat dünyasında bir terveş oturuğa koygan adam, nayet köp şekilde bir eser oturuğa koygan adam, necid lehu ededen, şu adamның mu, şu adam eyiplenediğen, uhizet aleyhi deyen gep, şu adam eyiplenediğen kemçillik, yuçuklardan nurgullarını tapımız mesela, necid lehu. Şunundaki Ebu Temmam, Ebu Navvas, hemmesi dağınlık şairler. Bu ikisi Curcani degendek Seyyida el-Medbu'in. Medbu'larının seyidi, seyid çoğun gefemdi bu. Ehl-i Suna'nınki imamını, balagat, pasahat, edebiyat demekçemdi. Şunundaki İmre-i Qays'ın ahvalımı şu. Cahiliyet şairlerinin en katısı ama şu İmre-i Qays mı eyiplengen beytleri mesela ve nakatla tenqitçiler demekçi, obzorçular bek uzun tılgı ağan beytleri fema ekser. Naiti nemo köp. İmam Baqlani davatıda ve meta teammelte şi'ra şairil beligh sen bir balagatlik şairinki şiirisini oylanıp baksan bunun şiirisi perqne görse. Yani tasarruf qilgan ahvallağı göre bir manada baraatte en yüksek noktasına ekildi. Ama fe iza ca ila gayrihi o mananın gayri gösse sel kasura anhu sel kem kilodu. Hatta onun yukarı seviyenin tüvün geçip kaldı. Vakafe dunahu tüvün geçip kaldı. Ve perek ihtilaf degene demek okşumaslık şiirde aşkar olup kaldı. Bana el ihtilaf ala şiirihi. Ve lidhalika duribel mesel billezine semmeytu men yukarıda tılgı ağan atıgan kişiler ölen misal keltirilgen deydi. Çünkü ulanınki şiir sanatideki ilgililiki de ihtilaf yok. Hem de itiraf kılıdı bula en aldığınki şairler ve ulanınki nezme sahası da fi mezhebin nezmi degenge edebiyat sahası da qanday qilinganligi en aldığı çıqqanligi da hech qanday nima yok, şek yok, Tebriz közgü ko'rinib en aldığı uytulganligi da hech qanday bir ihtilaf yok. Fe iza kana al-ihtilal amdi çataq halal ulanın şiirisi kep qalgan bolsa nima o desa şuda tasarruf qilayotgan bir sharoitni o'xshamasligini kep qalgan. Amdi undun tu adamlarni istagnayna en zikri men huwa dunahu gap ma yo'q biz yuqortilgan İmre-i Qays deyimiz, yeni bir isteyimiz, en yuqori adamlar undun tu adamlarni go tilga erishtin behojat. En yuqori adamlarning mu bir şiirisi nochi, yeni bir şiirisi undan tuvan, aşirisida qaltis keltirgan bo'lsa, yeni bir yerda shatiq chiqib qolg'ili, mashta ahvol. Ve kezalika yani shuningdek yustagna bihi an tafsil nahwi hada fil khutub ve mushu yuqori degan gapimiz bilan mushunga o'xshash gaplarninki masalan nutuqlarda, rasaillar men dedim ya bayatni sizlar gapning boshida bir kitap yozuvchining kitobiga qarayli. 20 yil ilgari kitib bilan 20 yildan keyingi kitobi bek osmon zamin farqlanadi. Tamam, tuptusun hamda. Madaki yustagna bihi degan gap shu gap shu. Qolgan tuptusun. Aşı gap yeterlik. Vaqat ta'ammalna nazmal. An o'zimning nahv kipiga kelaylikmi? Vaqat ta'ammalna nazmal Qur'on. Biz hamda Qur'oni Karimninki iboratlari, nazmi haqida o'ylanib baqsaq, favajatna jami'a ma yatasarrafu fihi. Şu Qur'on o'rtaga qo'ygan mazmunlarning hammasida biz yuqorida tilg'ab o'tgan yo'llardan ala haddin vahid bir seviye bir chekda mayli nazmisining go'zalligida olsun, ta'lifninki qurilmasininki qaltisligida olsun, tizilishning rasm degan gap tizilishning qaltisligida olsun, la tafawut fi farq yo'q. Wala inhitat an al-manzilat al-ulya an yuqori seviyadan chiqib ketish yo'q. Ve tön seviyeye çıkıp qilish ham yo'q. Ne qarasanglar Qur'onninki dedim ya, hozirgi biz ko'rayotgan tartibi tushgan tartibi emas. Shunda olsa sizlar qaysining burun, qaysining keyin tushganligini hech farqlandirmaysiz. Agar Qur'on bo'lmay, Alloh tushugizmay Qur'onni,
nima qilgan bo'lsa, Rasulullahninki o'zi divogan kitob bo'lib qolsa, 23 yil oldidagi tuvan 23 yildan keyingisi qattiq ustlashqa vaqtdagi yaxshi saviyada, yuqori saviyada chiqqan bo'ldi. Lekin unda emas. Qur'oni Karim edeb kullama am'anta nazran fihi. Bununla cho'nqurlab qaragan siri seni güzellikning eng yangi taraflariga qana qiladi, ibbaradi. Atla'aka degan gap ashaga xabarda qiladi, ko'rsatadi sana. Kullama taqaddama zaman vaqt o'tgan siri Qur'onning uslubining qaltis taraflari, Qur'onning bayonining sehri qilgan taraflaridan burun oshkor bo'lmaganlari oshkor bo'ladi. Mana bu dal parcha-parcha tushgan uzun muddatdagi Qur'onda bo'lgan ahvol. 23 yil jarayonidagi Qur'onda bo'lgan ahvol. Va kazalika, ya'ni shuningdek, fa inna mimma yattasil bi hadha al-ma'na bi sabab, mushu ma'noga ma'lum bir sabab bilan munosabatlik bağlandığı mazmunlardan birisi o olsa tencim şu Kur'an-ı Kerim'nin parça çıkışı möcüzlük dedik ya, yeni bir möcüzlük qaysı dese möcüzlükning ki bir ma'nosini oshkor qiladi, yo'qsa o'rtaga chiqaradi. Qaysi tarafda Qur'oni Karimning ki bir temini ko'p hal qilgan bo'lishida. Şu bir temini o'xshamagan sharoit, turlik yiroq sharoitlarda tekrar o'rtaga qo'yishda. Amma uslub har qatim qaltis möjüzlük holat saqlab qilingan deydi. Bunu bu ayetdan sizlarga ma'lum darajada tushuntirib bo'ldim bu gaplarni. Baqilani davotida va kezalika yuqoridagidek kishilarning gap so'zlari bir qismini qayta tilg'aga vaqti farqlanadi. Ajoyib. Men bir misoldan birini ishlagan, biz 10 necha o'quvchining ichida depray bunozroq vaqt chiqib. Birinchi o'quvchining qo'liga men bir jumla deb berdim. Oddiy bir jumla. O o'quvchi yana birisining qo'li qo'g'i dedi, yana birisining qo'li qo'g'i dedi, yana birisining qo'li qo'g'i dedi. Eng oxirgi o'quvchi qo'ygan vaqtda o men degan gap boshqa bir gap o'zgarib ketibdi endi. Tamam, bu bir masala. Yana bir masala, bir odam bir necha o'rinda o'zininki 5 ni o'tgan bir voqelikni so'zlaydi. O'tgan voqelik bir, so'zlagan odam bir, ammo bir necha o'rinda Birleş gelişide biz aralashgan birleş gelişide bir necha qitim degan vaqtida degan ifodalashi uzun qisqaligi o'xshamaydi. Yaxtalif ixtilofan kabira. Bek cho'ng farqlanadi. Ammo Qur'onga bir qissadan takrorlaganlarda, fima yu'adu zikruhu degan gap takrorlanganlarda biz Qur'onga qarab baqsak, fara'aynahu Qur'onninki hech farqsiz gayri muhtelif degan gap ixtilofsiz va farqsiz ekanligini ko'rin. Balki Qur'on balog'atning eng nihoyiy tarafida va baroatninki eng cho'qqisida, yuksak tarafida fa'alimna bizalik. Biz shu orqali bildikki, bu Qur'on inson qodir bo'ladigan ishlarni qatoridan emas. Li'anna allazi yaqdiruna alayhi. Chunki inson qodir bo'ladigan ish nima desa, biz qad bayyana fihi nurg'un farqlarni bayon qildik. Tekrarlangan vaqtda va yo'llar o'xshamagan vaqtda, sabablar o'xshamagan vaqtda farqni bayon qildik deydi. İmam Baqillanininki vaqt degan gapi. Bu birinchi mo'jizlik. Ikkinchi mo'jizlik bo'lsa, tanjimdagi oyatlarninki yiroq vaqtlarda tushib, muayyan sabablarga mos kelishida ashunda olsun mu'alir rag'mi min zalik, ashunda olsunmu sura bir timliq sura naiti mutamasika shaklda qana qilgan ko'rinadi. Bizga bog'liq munosabatlik bir shaklda ko'rinadi. Har tema o'zidan keyingisiningki gadin ama raqabadan bu yandan bo'yni chiqib turgan munosabati va aloqasi bor. Va surga nima hukm surgan desa, maslashish insijom va e'tirof degan gap, unga o'xshash maslashish degan gap, maslashish hukm surgan. Xuddi o sura bir laqatim tushgandek. Bilasizlar, Sur Baqara necha yilda tushgan? 8 yilda. Ama Sur Baqaraning shu alif lam mim deb boshlasangiz, oxiri tuganga qadar, fansuna alal qawmil kafirin tuganga qadar qarasanglar, xuddi bir qitim tilam tushgandek. Ajoyib maslashadi birisi-birisidan. Har oyatdan maslashadi. Va qad yakun awwal sura. Ba'zida surning 5i oxirisidan keyin tushgan ahvollar bo'lishi mumkin. 5i keyin oxirisi burun tushgan. Ammo hozir o'qib kelsak, xuddi boshdan oxir o'xshab tushgandek. Mushu tarafni doktor Muhammad Abdullah Darroz eng go'zal yo'l bilan tahlil qilgan. Deydi,
bir ma'nodan ko'p ma'noni o'z ichiga olgan shu suralardan bir suradan qishiga bag'in deydi. Qur'onda nihoyat ko'p bu. Va ma aktharuha fil Qur'on. Qur'onda intayin ko'p. Bu Qur'oni Karimning ko'p qismini egallagan, fahiya jamratu degan ko'p qismini egallagan. Va tanqul bi fikratik, sen o'zingning fikrini shu suralar bilan marhala o'tga. Qarab boq. Ondan keyin irji'al basara karatayn, qaytadan qarab boq. Sura qanday boshlanib, qanday oxirlashdi. Suradagi umumiy avba vaziyatlar qanday udlandi, qanday maslashdi ta'adilat. Ve o vaziyetlerninki asasi tarafi qanday uchrashdi, qanday bog'landi, ta'anaqa asli quchoqlashdi degan gap, bog'landi. Onun muqaddimalari natijalarni qanday birikdi, yani izdivaja degan gap arilishib buna birikdi. Bunun 5'i oxirisiga qanday o'rin hozirladi. Mush nuqtalarga bir fikr yurgizib baqdaydi. Men sana shunga kepillik beraman. Ana laka zaim degan gap, xo'jayin, kepil degan gap hisobda. Men sana shunga kepilki, sen Qur'onning ma'ni tuzilmasida yoki qurilma tuzilmasida mushu sura bir qitimdan tushdimi yoki tarqoq parcha qitimda tushdimi, bu bilinadigan nuqtani topolmaysiz deydi. Zaten bu sura biroqlam tushgan bo'g'imiti yoki parcha tushgan bo'g'imiti buni ifodalaydigan nuqtani asli topolmaysiz. Va la sawfa tahlab, shunda o'ylab qolasanki Qur'onning suralaridan 7 dona cho'ng sura bor, 5 dona en amgıcı bo'lgan 7 dona sura bor, cho'ng 5 suralar. Muslimning hammasi ulardan har biri birla vaqt tushibdi deb o'ylab qolsa, hattoki tarix uningki parcha tushganligini sana so'zlab bergan qadar arayanmaysan. Muşning o'zi Qur'oni Karimning mo'jizasi. Men buni bayatdan mo'jizlikning oldidan xulosalab deb bergan ashu gapimni qalam tutib olsanglar, bayatdan tarjima qilgan hammasini mazmuni asosan shu savoqdoshlar. Şunu bilan bugun darsimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.